Assalomu alaykum, yana hurmatli. Toyota Velfart 2015, 2015 года. Здесь Alphard, там Toyota Land Cruiser. Праворульный, бесключевой доступ. Так, старт-стоп. Автомат, коробка вариаторная. У них все вариаторные коробки идет. Ключ, все, мультируль. Так, сиденье, диван. По 3, 6, 7, 8 человек. 8 odamga joy bor. Sidenalari zo'r. Juda ham kimlardir izlagan mashina. Ideal holatda. Gibrid varianti. 12 ming dollar atrofiga to'g'ri kelyapti. Bunisi benzinliklari. Yangilari kelibdi mana 2015laridan. Alphard deganlarga Alphard bor. Velfart deganga Velfart bor. Mana nechta kerak bo'lsa bor ekan. Yil yangilaridan. Svejilaridan. Bütün mashinalar. Tak, bular hammasi benzin ekan. Tak, mana bu gibrid ekan. Alphard gibrid. Alphard gibrid yana bitta. Sena faqat Dubaydagi narxini aytib o'tyapman. Kimga interesi bo'lsa, rastamashkalarni hisoblaymiz, chiqarib beraman. Aloqaga lishkaga chiqaversa bo'laveradi. Mashin kraska bo'lmagan, original kraskada hammasi. Original kraska, bular ikkitalik kapitanskiy sidenada ekan. Bu ham gibrid varianti. Katta monitor, как положено. Yo'da Lexus 600 Land Cruiser'lar. Mana nechta kerak bo'lsa bor ekan. Velfart yana bitta. Yaxshi. Qora ranglisi, benzinlik. Bular ham benzinlik. Ikkita gibridi bor ekan, ekonomishli gibrid. Yigitlar, bolalar gibriddan olinglar, jonlaring kirmaydilar. Juda ham ekonomishli bo'ladi. Qora, oq. Nechta kerak bo'lsa, onasiga maysa led faralar qo'yilgan ekan. Buni yilini ko'rish kerak. Eski yupskalar. Mana yana bitta benzin bu ham. Benzin Alphard. Ikkita bor yo'g'i ikkita shuncha mashinada gibrid.